Mana albatta. bugun 6 fevral 2026 yil. Mana shu 14 kun oldin kelganingizda nima kasalliklaringiz bor uchun kelgan edingiz? Hop. Birinchi menda kelganimda shu bosh og'rig'i bor edi. Necha yildan burun bezovta qilardi? Bosh og'riqqa ham ancha bo'luvdi. Ancha yillardan beri boshim og'rib yuraverardim. Yana nima Keyin kasallik bor edi? vahima bor edi. Vahimaga qancha yil bo'ldi? Vahimaga 10 yilni tepasida yurganman vahima bilan. Yana nima bor edi? Shu qo'rquv. Qo'rquv. Unga necha yil? Unga ham bir 10 yil. Yana nima bor edi? Uyqusizlik. Uyqusizlik qanchadan burun edi? 5-6 yil bo'ldi uyqusizlik. 5-6 yildan burun. Yana nima bor edi? Tushkunlik bor edi. Tushkunlik holatda yurardim. Yana nima bor edi? Keyin ich qotishim bor edi. U necha yil edi unga? Ich qotish mana shu 3-4 yildan beri ich qotib yuraverardi. Shu kalit deb anaqa diagnoz qo'yishgan. Tushundim. Mana shunaqa edi. Ana endi o'sha birinchi bosh og'riqni aytdingiz. Bosh og'riq nima bo'ldi? Alhamdulillah bosh og'riqdan kelib chiqishi nimadanligini o'sha tushunib bosh og'riq sразу to'xtadi. Necha kunda bosh og'riq to'xtadi? Rosti bir 10 kunda shug'ullandik mana. 10 kunda bosh og'riq umuman og'rimay qoldimi? To'xtadi. Yana vahima necha kunda yo'qoldi? Nima bo'ldi? Vahimalarda 3-4 kunda o'sha 4-kunlarida o'sha unaqa vahima ham bosgan yo'q. Yo'qolib qoldi. Hech qanaqa bir unaqani o'ylaganim ham yo'q. Qo'rquv nima bo'ldi? Qo'rquv umuman yo'q. Necha kunda yo'q bo'ldi? Qo'rquv bir 3-kuni yo'q. 3-kunda yo'q bo'ldi. Uyqusizlik nima bo'ldi? Xo'p, uyqusizlik hozir maza qilib uxlayapman, lekin uyqusizlik bo'lgan 4-5-kundan o'sha maza qilib uxladim. 4-kundan 5-kundan mazza qilib uxlagan. Tushkunliklar yo'qolib ketdimi? Tushkunliklar hozir 200 taga yaqin planimiz bor tushkunliklar. Hayotda yangi bir albatta planlar paydo bo'ldi. Ich qotish nima bo'ldi? Ich qotish 2 kundalik o'sha yo'q bo'lib ketdi. 2 kunda ichlarim hozir zo'r yuribdi. Bosib yeb. Odamlar dori darmonsiz sog'ayishni hali hech qayerda eshitib ko'rmagan, dori darmonsiz sog'ayib ko'rmagan ishonolmaydi. O'shalarga men nima deb ishontirsam ekan ularni? Qanday qilib shuni tushuntirsam ekan? Nima deysiz? Endi to'g'ri gap ustoz, boshida biz ham ishonmaganmiz. Iloji yo'q, rosa mana shu bosh og'riq, qo'rquv, shundan umidsizlik bo'lib, qani bir boraylik deb rosti kelganmiz. Kelib o'sha 1-2 kundalik o'sha tushunib yetdik. O'sha mana 14 kun bo'ldi, mana Xudoga shukr. Ko'ryapsiz, kuchni ko'ring. Rahmat. Yo, zo'r, Xudoga shukr, yaxshi ekan. U dori umuman ichganim yo'q. Oldin shu dori ichardik. Endi dori ichsam ham ta'sir qilmay qo'ygan. Tushundim. Bosh og'riqqa. Odamlar o'sha dori darmonsiz sog'ayishni bir qatnashib ko'rmaguncha ishonmaydi ularmi? Ko'rmaguncha ishonmaydi. Aytayapman, lekin men o'zim ham ishonmay, lekin borishim kerak, boraman deb ishonch bilan kelganman. 2 kunda o'sha tushunib yetdik.